O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tilga olgan Jonsaidovlar oilasi esingizdami? 7 kelin, 7 millat vakillari bilan hamjihatlikda yashayotgan oilaning tarifi olisga ketgan. Piskentlik Anora ayaning 7 o'g'li, 2 qizi, 28 nevara va 26 ta chevarasi bor. Eng asosiysi esa onaxonning 7 millatga mansub kelinlari ham bor. Anora aya rahmatli turmush o'rtog'i Serikboy ota bilan salkam 40 yil birga hayot kechirgan. Tojik ota va qozoq onaning 7 kelini o'zbek, qozoq, rus, uyg'ur, gruzin, chechen millatiga mansub. Tili, dini, urf-odatlari turlicha bo'lsa-da, ularning ahil inoq va hamjihatlikda hayot kechirishayotganiga hamma havas bilan qaraydi. O'zgacha bir fayzli xonadon a'zolarining bir-biriga bo'lgan mehr muhabbatini ko'rib, aslida bu omonat umrning ziynati mana shu oqibat va odamiylikda emasmikan deb o'ylab qoldim. Hayotini, borini farzandlarning baxt va iqboliga bag'ishlagan, ularning diliga ezgulik joylab, voyaga yetkazgan nuroniy onaxonning chehrasiga boqar ekanman. Doimiy izlab axtaradiganimiz haqiqiy baxt mana shu kamtaringina oila hayoti misolda yanada yorqinroq gavdalandi. Eng muhimi, shu birgina oila butun O'zbekistonning ko'p millatli xalqi o'zaro totuv va hamjihatlikda hayot kechirayotganining yorqin aksi bo'lib gavdalandi. Azizlar, mana hozir bizlar Piskentning Oqtepa mahallasidagi Jonsaidovlar xonadonidamiz. 85 yoshli onajonimiz Anorxonning uylariga tashrif buyurdik. Shu 7 o'g'limning 7 ta kelin bor. Ular har bir millatlar. Biri o'ris, eng kattalari, uning keyingisi qozoq, uning keyingisi uyg'ur, uning keyingisi turk. Yana qozoq hammalar arasida qozoqlar ham bor edi. Kelinlardan bir shikoyatlaringiz bo'lmaganmi? Oilada turmush ikir-chikirlar bo'ladi, har xil vaziyatlar, ziddiyatlar bo'ladi. Shikoyatlar bo'lsa, endi tez qo'yamiz-da endi. Shikoyat bo'lmasin deb. Onajon, bugungi kunda shu ajralishga yo'l olayotgan, ajralish yoqasiga kelib qolgan ayollarga, kelinlarga nima maslahatlar berasiz? Shu bola tirik yetim qolmasligi uchun, oilalar dars ketmasligi uchun. Ari жұмыс істедік, әрі балалар тәрбиеледік, hammasini narsalarni o'zlarining gaplarini uyretib, tinch yashanglar aylanay, bolalaringga bas bo'linglar deb aytdik endi. Mana bugun bu yerda yig'ilishib o'tirganimiz sababi bosh sababchi men bu opamni 85 ga kelib 7 millat kelinlarini sababchi bo'lib yotibdi. Bu onamizni bu yoshga yetganiga mana shu kelinlari onani yaxshi qarashligidan bo'lsa kerak. Onamni kutimi juda yaxshi. Kelinlarga menda rahmat aytaman. Mana shu bir necha yillar ham biz ham agorot ishladik. Agorot ekardik. Mana shu Aliya kelin. Men uydan xamir ko'tarib kelaman, non yopaman deb tandir nonni yaxshi ko'rishadi bizni qaynona-qaynatalar. Men kelamizda biz agorotga ketamiz. Kartoshka ekdik, pomidor, bolgarskilar ekdik. Bu kelin tandirga nonlari yopib, kechqurun uyga qaytishimizda savatga bir savat nonni yopib, qip-qizil qilib pishib, dasturxonga tugib qo'yardi. Chaqqon kelin, ham pazanda, ham rahmat mana shularga. Men kechqurun qaynonamga mana hali dalani ishini qilib keldim, hali non yopib keldim deb kelardim. Xayrat aka, shu mahallada ko'p millatli vakillar yashar ekan. Turli millat, qozoq, qirg'iz, rus. Ular juda ham ahil, inoq yashashadi. Ajrimlar juda ham kam, umuman deyarli yo'q desam bo'ladi deb aytdingiz. Buni siri nimada bu mahalla? Shu haqida bir gapirib bering-chi. Oqtepa mahallamizda bizda o'zbek, qozoq, tojik, rus millatiga mansub fuqarolar yashashadi. Ayniqsa shulardan bir e'tiborlisi Jonsaidova Anor momomiz qozoq millatiga mansub, bularning 7 nafar kelinlari bor. 7 nafar kelinlar 7 millat mansubiga. Birinchi kelinlari rus, ikkinchi kelinlari o'zbek, uchinchi kelinlari qozoq, to'rtinchi kelinlari ham qozoq, beshinchisi uyg'ur, oltinchisi gruzin, yettinchisi
turk millatiga mansub. 7 ta kelin 7 ta millatga mansub. Namunali oilalardan hisoblanadi. Bularning hammasini ahillikka, inoqlikka albatta ona mamamiz hissalari katta. Ona mamamiz shu yoshlarga nasihatlarni berib, umuman bilan oilasidan bir qanaqadir bir shikoyat, bir muomala bo'lmagan. Endi qaysidir oilalarimizda qaynana kelin kelishmovchilar bo'lib qolgan paytda biz ona mamamizdan unumli foydalanamiz. Momoni yetalab olib boramiz. Ona mamamiz shu keksa onaxon mahallamizdagi shu kelishmay qolgan xonadonlarni kelin bilan qaynanalarni yarashtirib qo'yadi, o'zlarini pand nasihatlarini ayam. Onajon, bu Aliya 5-keliningizmi? 5-chi. Iya, 5-chimi? Qozoq-a? Aliyajon, o'zingiz haqida gapirib bering, siz ham sevishib turmushga chiqqanmisiz? Assalomu alaykum barchaga. Biz tanishib, to'yda tanishganmiz biz. To'ydami? Soncha qizning arasida o'tirib, o'sha yerga o'tirsam bo'laman deb kuyim kelib tanishib, so'dan ikkovimiz bir-birimiz bilan söylesdik, 1 yilday yurdik. Keyin turmush qurdik. Apam meni quchog'ina jayib kutib oldi. Necha yil bo'ldi o'sha turmush qurganingizga? Men turmush qurganimga 19 yil bo'ldi. 19 yil. Sonda 5 yil apam qo'lida turdim o'sha yerda. Qiziq bo'ldi, yaxshi bo'ldi. Apam bizga yaxshi aqllarini aytdi. Bizning jamoamizda jasirib, yaxshimizda asirib, kelinlarimiz bir-birimizga tatuv, inoq deydimi, yasitib, ahil inoq tatuv qilib, aqlni aytib, barimiz tatuv-tattu umr surdik. Aliya keliningizni yaxshi ko'rasin. Bu 5-keliningiz, men qaynonam eng yaxshi ko'rgan kelinlarimman dedi, shu gap rostmi? Endi hammasini yaxshi ko'ramiz endi. Birdan birini seni yaxshi ko'ramiz, seni yomon ko'raman desang xafa bo'lib qoladi. Shuning uchun hammasini yaxshi ko'ramiz endi. Hammasi. Otam 1927-yilda tug'ilgan. O'zi yetimchilikda katta bo'lgan. Ular 4 ta aka-ukali, bitta singlari bo'lgan. O'sha urush paytida 3 ta akasi ketib, domdaraksiz yo'q bo'lgan. Shu bilan bitta amam bilan dadam qolgan. Buvimizning qo'lida katta bo'lib, mana shu 56-yil o'sha opamga uylangan. 7 ta o'g'il, 2 ta qizimiz, 9 ta farzandlar bormiz. Allohimga, Xudoga shukr. Mana 86-85 yoshda opamlar hozir hayot 98 marhum bo'lib o'tib ketganlar dadamiz. O'shandan keyin mana shu dadamiz, opamiz halol mehnat qilib bizni mana shu voyaga yetkazdi. Yaxshi oilamiz, 7 xil millat bo'lgan bilan seminga borgan emasmiz. Hammasi aqlli yashaydi kelinlarim. Hammasi. Biz aka-ukalarimiz ham o'zimiz hozir har joyda tursak ham o'z-o'zimiz bilan hammamiz aqlli yashaymiz. Bosh bo'lib, mana shu onaxonimiz tarbiyasini olganmiz, halol mehnat qilib, halol yegizdirib, shu voyaga yetkazdi. Mana shu onamizga rahmat deymiz. Barlaringning duosida to'y tomosha bo'lsin. O'zi o'zini sharqqa yetkazgan prezidentimizga rahmat deymiz.